Zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor xiyonatgo'y bo'ladi. Zinokor sotqin bo'ladi. Zinokor hayosiz bo'ladi. Zinokor inson qo'rqoq bo'ladi. Zinokor odamda dayus bo'ladi. Zinokorda erkalik sifat qolmaydi. Nima sababdan desa, ayolini aldayapti, o'zini aldayapti. Hamma tupurib ketgan yerga borib turib, o'sha odam bilan zino qilayotgan, bunda g'urur yo'q. Bu zinokorda erkakchilik yo'q. Bu zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor dayus bo'ladi. Zinokor bomdod namoziga tura olmaydi. Zinokor ibodatlardan uzoq bo'ladi, iymoni zaif bo'ladi. La yazni zani hina yazi wa huwa mu'min. Zinokor zino qilayotganda mo'min bo'lmaydi deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor zino qilayotganda iymon chiqib turadi. Zinokor zinosidan so'ngra iymon o'ziga kelishi mumkin deyapti. Agar shu kungacha zino qilingan bo'lsa to'xtatish kerak. Bundan keyin zino qilishlik degan narsaga umuman yaqinlashmash kerak. Chunki Qur'oni Karimda va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida eng qaytarilgan narsa zino. Qiyomatga yaqin mo'min musulmonlar ko'chada zino qilayotganlar ko'rib, eng iymoni baquvvatli sal chekkaroq o'tib olsang bo'lmaydimi degandan boshqaga yaramay qoladi deyapti.